Yaşlıq o, berib tügəməydiğən imtihan. O, abdat çaqnıған altın beyt. Yaşlıq o, körəş. Talay qiyinçılıq səldək yo'purulub gəlsimi, mən təyyar dəb eytalaydiğən cəngavarlıq. Qaddirlik dostum, siz texi yaş. Şoň sizdə çoxum təvəkkülçilik ruhi bolsun. Özünüz toğru dəb bilgən, nəticə qazanalayman dəb qarğan işlərinizə təvəkkül qılıb beqin. Uturub qoysanız, yеңilib qalsanız, ziyan tarsanız hacət yox. Çünki biz bərabər bu dünyada heç bir nərsini birgilib ketəlməyimiz. Bizning ilib ketəligimiz faqat bizning keçmiş, keçirmişlərimiz. Bəxtimiz üçün görəş qilish bədəlgə erişkən qimmatli hissiyatlarımız buludu xalas. Yiqilish, qopush, yurish, mənzillərdə toxtab huzur elish. Qar yağmurnumu, şiğirim abdat, cüt şıvırğanım görüp beqish, yaşlığımızdan yarışqı, qiziqi sanıldı. Hiç işini görməy, bilməy, təvəkkül qılmay, sınab baxmay, tam yaqılab ötken ömür, menimcə, tolumu mənsiz, əhmiyyətsiz. Yaşlığın payzi dəl, qalb üçün at silishqa, cürət qilishda, ruhi g'olibliğimizni əməliyyətimizdə namayan qilishqa petinish, petinalmasligimizda. Əməliyyətdə biz talay insanlar qarğanda bəxtlikmiz. Çünki bir tinch xotirjam dunyoda emas, balki tinch xotirjam bir davlat yaşamaqdimiz. Əmsə, yana nimishqa afzalliklardan unumli foydalanib, hayotingizning yangi sahifasini yozishqa urinib baxmaysiz. Sizdagi ajallik xatolik shuki, siz o'zingizdagi g'ayratga, irodangizga sal qaradingiz. Amaliyotda siz o'zingiz o'ylagandan, atrofingizdagilar bilgandan ko'p botir, qaysar. Bu siz tug'ilgan kuningizda isbotlanib bo'lgan. Anangizning bag'rida 9 oy, 9 kun yetilib, bu dunyoga sog'-salomat turalganingizning o'zi dal sizning peshonangizga bitilgan g'alaba emasmi? Sizning tunji qadamliq yig'ilgan ovozingiz amaliyotda yana sizning tunji qadamliq g'alaba naqshingiz. Halbuki bugungi kelganda siz shu kundagi bu vaqtingizchilikmi bo'lolmay qolayotsiz. Balkim siz hozir o'z-o'zingizga "Men tirishmadim emas, tirishdim, biroq natija qozona olmadim" deyotgansiz. Esingizda bo'lsin. Bu sizning o'zingizga bergan javobingiz emas, balki ruhingizga ko'targan oq bayrog'ingiz. Siz tirishchanlikning vaqtini qanchalik bo'ladi deb o'ylagan? 1 yil, 2 yil, 5 yil yoki 10 yil. Xatolashdingiz do'stim. Tirishishning bir kunlar bekitib bergan vaqti bo'lmaydi. Tiniqingiz to'xtagan eng oxirgi daqiqagacha bo'lgan barliq vaqt sizning tirishish mezgilingiz. Tirishchanlikning cheki bo'lmaydi. Natijaning ham oxirgi mezgil bo'lmaydi. Agar siz tirishchanlikdan keyingi huzur uchun emas, balki tirishish paytining o'zidagi qadamlaringizdan, emgaklaringizdan huzur ola olsangiz, undaqda go'zal manzilga haramayli yetib bora olasiz. Aksicha, barcha emgakingizni faqat oxirgi huzur halovat, pul martaba uchun deb bilib olsangiz, amsi siz cho'qin behli charchab yashaysiz. Ushbu minutlarda darsxonamdagi ustal chirig'imni yondirib qo'yib, siz uchun bu bayonlarni ungilib o'tiribdiman. Hozir do'stlarimning ba'zilari shanba-yakshanba hayot bayzini surish uchun tomosha qilg'il ketdi. Ba'zilari allburun yotqanlarga kirib, tush saylisini boshlabdi. Balkim ularning nazarida men axloq bo'lishim mumkin. Biroq rostini desam, men hozirgi mushu tuyg'udan, tirishish holatimdan huzur ola olmayman. Uni hayotimdagi baxtli tuyg'ular qatorida sanay olmayman. Mundaqcha aytganda, men natijamdan emas, natija uchun bosgan qadamlarimdan, to'kkan ta'rim, tortgan jafoyimdan huzurni olayman. Shunga balkim ba'zilarning nazarida men ajoyib jabot yashaydigan aldirish inson bo'lsam-mu, o'z dunyorimda bakmi baxtli, minnatdor insonman. Demak, hayotingizdagi har bir mamnuniyat hayotingizga, turmushingizga qanday baho berishingiz bilan munosabatlik.
Agar siz o'zingizdagi baxtni tuyib, boshqalardan ko'p yaxshi yashayotganligingizga iqror bo'lsangiz, undaqda boshqalarning sizni baxtsiz deb atashga hech bir haqqi yo'q. Yaman hozir sizni yaramsiz, chidamsiz, baxtsiz hisoblayotgani boshqalar emas, dal o'zingiz. Vaqt hamma odamga teng taqsim qilingan. Gap sizning uningdan qanday foydalanishingizda. Chunki u ishlatsangiz tugaydi, ishlatmasangiz tugaydi. Shunga cheklik umrda g'ayratingiz kelib, o'zingizga qayta bir qatam jang e'lon qilib beqing. Ishonmanki, siz o'zingiz o'ylagandan naq qaldingiz.